Hammaga salom do'stlar, siz anchadan buyon kutayotgan, sevib tomosha qiladigan, hayvon bo'lsa-da odamdek emotsiya va hissiyot ulasha oladigan Zootopia multfilmining ikkinchi qismi chiqqaniga ham 10 kun bo'ldi. Shu qisqa vaqt ichida multfilm 650 million dollarga yaqin kassa to'pladi. Budjet esa 150 million dollarni tashkil etadi. Siz esa hali ham tomosha qilishga ikkilanayotgan bo'lishingiz mumkin, lekin bu videodan so'ng siz albatta bir to'xtamga kelasiz. Xo'sh, ikkinchi qism avvalgidek yaxshi chiqqanmi? Animatsiya va grafika sifati qanday? Ssenariy qanchalik yaxshi yozilgan? Qaysi multfilmlarga belgilar mavjud? Qisqasi shu va shu kabi ko'plab savollarga javob olasiz. Undan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'ying. Siz yana bir marta ko'rsata olasizmi? Ko'z o'ynagimda taqmagandim. Video davomida spoiler bo'lmaydi, bemalol tomosha qilishingiz mumkin. Multfilm haqida shaxsiy fikrimni aytadigan bo'lsam, Zootopia 2 multfilmi menga yoqdi. Zootopia multfilmidagi kuchli animatsiya va ajoyib grafika saqlanib qolgan. Bu bilan tomoshabinni o'ziga jalb qiladi. Har bitta sahna diqqat bilan ishlangan. Animatsiya va ranglar tomoshabinga hayajon va zavq bag'ishlaydi. Multfilmning atmosferasida kulgu, sarguzasht va hayajon hissi uyg'unlashgan. Animatsiya ustida ishlagan odamlar o'z ishining ustasi ekanligi aniq. Personajlar juda tabiiy va jonli. Ularning munosabatlari va harakatlari tomoshabinga juda oson yetib boradi. Shuning uchun multfilmni tomosha qilayotganda go'yo siz ham multfilm ichiga tushib qolgandek bo'lasiz. Shaxsan o'zim tomosha qilayotib, Judining emotsiyalariga shunchalik mazza qildimki, xuddi haqiqiy odamning emotsiyasidek tuyuldi. To'g'risini aytsam, bir zumga tulkini joyida bo'lib qolgim keldi. Hayron qolib nozlaringga, kulishlaringga gap yo'q. Bino qo'yib o'zingga voydod turishlaringga gap yo'q. Umuman olganda Zootopia 2 multfilmi sizni ekran oldida ushlab qola oladigan, vizual va hissiy jihatdan ajoyib multfilm. Bunga shubha yo'q. Jahon yulduzi Shakiradan esa yana bitta ajoyib musiqa multfilmda bizga taqdim etildi. Bu qo'shiq menga juda yoqdi. Avvalgi qismdagi qo'shig'i menga unchalik yoqmagandi. Bunisidagiga esa gap yo'q. Sababi multfilmdagi atmosferani ushlab qolishda uning foydasi juda katta. Multfilmda faqat avvalgi qismdagi personajlar emas, albatta yangi personajlar ham qo'shilgan. Bu bilan tomoshabin ekrandan uzoqlasha olmay qoladi yoki teskarisi. Multfilmda ko'plab Disney multfilmlariga belgilar mavjud. Masalan, mana bu sahna xuddi Rapunzel filining boshiga tova bilan urgan sahnani eslatadi. Juda yaxshi o'xshatish. Keyin esa mana bu sahna Ratatouille multfilmini eslatadi. Biz odamlar Googledan foydalansak, ular Zoogledan foydalanishadi. Yana bu Zootopia olamining o'z Hulu platformasi, Marvel, Pixar, Disney va boshqa ko'plab kinostudiyalari va multfilmlari ham mavjud. Jud va Nick kemada ketishayotganida esa kapitan ularning yubiley ekanligini bilib qolganda, ikkisi uchun Lassie va Daydi It multfilmdagi musiqani aytib beradi. Shu multfilm menga juda yoqadi-da. Judy Hopsga Jennifer Godwin, Nick Wilde'ga esa Jason Bateman ovoz bergan. Yana Uyda yolg'iz filmi bilan mashhur bo'lgan Michael Calkin ham va shu bilan birga Dwayne Johnson ham multfilmda ovoz berishda qatnashgan. Menimcha multfilm kichiklar uchun ham, kattalar uchun ham mos deb o'ylayman. Sababi multfilm faqat kulgu bilan cheklanmagan, balki sarguzasht, detektivlik, belgi va ishoralarga boyligi kattalarning ham diqqatini ushlab qola oladi. Yana bu multfilm odam ajratmaslikni, jamiyatdagi odamlarga qanday munosabatda bo'lishni ham bizga yetkaza oldi. Shu sababli multfilmni kattalar uchun ham qiziq deb o'ylayman. Hammada ham kamchilik bo'ladi, kamchiligi yo'q odamning o'zi yo'q. Shunday ekan u xoh kino bo'lsin, xoh multfilm kamchilik bo'ladi. Multfilmga ozgina temp yetishmagan, ssenariyda esa ozgina kamchilik mavjud. Xuddiki keraksiz detallar qo'shilgandek tuyuldi. Sababi multfilm tomosha qilish vaqtida ozgina zerikib qolasiz. Ijodkorlarning bu yerda aybi tempni ushlab qola olishmaganida deb o'ylayman. Buni kechirsak bo'ladi. Asosiysi so'nggi vaqtda chiqqan ko'pgina multfilmlardan ancha yaxshi chiqqan. Masalan, Kung Fu Panda 4 multfilmini olaylik. Aytishingiz mumkin, uni chiqqaniga deyarli 2 yil bo'lyapti-ku deb. Lekin tan olish kerak, Kung Fu Pandaning oldingi 3 ta qismining oldida 4-qism shunchaki axlat bilan teng bo'lib qoladi. Multfilm so'ngida qayg'uli va emotsiyaga boy sahnalar ko'rsatishdi, lekin u butun multfilm davomidagi dabdala syujet joyini bosib keta olmaydi. Yoki Moana 2 multfilmini olaylik. Grafika yaxshi, yomon emas, lekin uning ham
syujetda muammolari talaygina. Bizga treylerda ko'rsatishgan yozni esa multfilmda ko'rmadik. To'g'risini aytsam, Zootopia 2 multfilmida ham bizni aldashdi. Treylerda bizga mana bu personajni ko'rsatishgandi, hamma uni o'lim burisiga o'xshatgandi. Shuning uchun ham ko'pchilik multfilmga qiziqishgandi, ammo u multfilmda chiqmadi. Lekin multfilmda u chiqmagani bilan yaxshi chiqqan multfilm. Moana 2 dan ko'ra ancha yaxshi deya olaman. Yana Sonic 3 filmini olaylik. Shunchalik bema'nilik ko'pki, bunaqasi hali bo'lmagan yoki men bilmayman. Oddiy misol, qanday qilib bu ikkisi ochiq koinotda katta xolasini uyda o'tirgandek o'tirib gaplashishyapti. Yana ularning sayyoradagi jangini olaylik. Shunchalik kuchli jang bo'lyaptiki, katta-katta kanyonlar hosil bo'lishi kerak edi u joyda. Lekin bunday bo'lmadi. Koinotdagi portlashcha, Yer sayyorasiga hech nima qilmagani yetmaganidek Shadowni o'lmagan ham deyishyapti. Shunchalik ham bema'nilik bo'ladimi? Bu bilan nima demoqchiman? Ancha vaqtdan buyon yaxshi multfilmlar chiqmayapti, lekin bunisi ularga nisbatan ancha yaxshi. Men ham Zootopia multfilmini dahshat chiqqan. Bunaqa multfilm hali chiqmagandi demayapman. Shunchaki yaxshi ekanligini aytmoqchiman. Buni tomosha qilmaslik esa sizga bog'liq. Multfilmni tomosha qilgan bo'lsangiz, multfilm sizga yoqdimi? Shaxsiy fikringizni yozib ketishingiz mumkin. Albatta, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'ling, salomat bo'ling.